Zerikib qolmadinglarmi? Arzon bo'lmasa shunchalab ketarmidi? Qaranglar. Olinglar, dastavka qilib beramiz. Mana shkaflarimiz 300 ming, qarang. Xuddi shundan mana yana bitta turibdi. 300 ming. Bitta 50 minglik narsalar ham ko'p. 100 minglik narsalar ham ko'p. Hozir bir mashina o'tin olsangiz ham 500 ming, 600 ming olasiz, to'g'rimi? Bir mashina o'tinni ham 5-600 ming olasiz. Qarang, 300 ming bo'lsa, qolganlari 100 mingdan bo'lsa, bu ham 600 ming, 700 ming bo'lib turibdi. Yana Nurafshonda yo'l kirat ekan. Agar mana shu narsa 500 ming, 600 mingga qimmat emas desangiz, ana chap qo'lingizmi, o'ng qo'lingizmi bo'sh bo'lsa, iltimosdan bitta yurakchani bosib qo'ying. Sharoiti og'ir odamlarga yetib borsin shunaqa narsalari. Bo'ka, Piskent, Oqqo'rg'on, Alimkent olib borib beryapmiz. Uzoqroqlarga ham olib boryapmiz. Sal endi yo'l kirasi bo'ladi, ilojisi yo'q. Narsalarimiz juda ko'p. Manzilimiz Nurafshon shahar. Kelinglar, sizlarni kutyapmiz. Mana shunaqa yog'ochli mahsulotlarimiz, havoni qarang, bulut, klyonkalar bilan yopibmiz. Hali sharoitimiz yo'q. Navesi boshladik. Endi zo'rg'a 5 metr qildik. Xudo xolasa oxirgacha naveslar bo'ladi. O'sha paytgacha endi mana arzon beryapmiz. Aniq uvol bo'lib ketmasin, arzonroq beramiz. Yog'ochli mahsulotlarni Nurafshon shahridagilarga nasiya savdoga qilib beramiz. Nasiya savdoga. Olib ketinglar.